Assalomu alaykum, hurmatli mashina bozori bo'lmoq, hurmatli direktorlar, qaranglar. Bugun xudo xolasa 26 günü sara Hedidan Pryamoy egadan mashina sotib o'taymi? Arzon bahada so'rashni shashilib qolgan. Foydalanuvchilarga to'g'ri keladi, Hedidan odamlarga to'g'ri keladi. Yettasi qaranglar. 2020-yil obunachilar. Kraskasi top toza, metani bor, metan surokam yaxshi. Metan surokam yaxshi. Motor klapin tuzilganmi? Klapın düzülmən 80 bin yürgen maşın. Qaranglar, 80 bin yürgen Nexia 3'ümüz 2020-yil mexanika. Kimə qiziqli bolsa, bemalol aloqaga chiqib, bərəkə qilib bersangiz bo'ladi. Srosh sotiladi. Pastda egasini telefon raqamini qoldiraman. Ichi rodnoy holatda, linoleumi bor ekan, 80 bin probeg ekan. Mashina ko'ribsizlar holatini. Bolalari toza bolalar ekan. 2020-yil. Sroshni egadan gap tutdi, obunachilar. Videoni o'tirmay bir like bosib, tirsatib shu do'stlarga yo'l qo'shingizlar chiqmasin. Bahasına gələn bolsaq, bahasına 105 milyon so'm, üstündə 1,5 so'm, 1 so'm gəlişdirib bərcək egəsi. 105 milyon so'ma 2020-yil zo'r bahada. Bunun bahalara Sparkbet tutdu. Sparkbet 2018, 2019 Sparkbet tutdu. Sizə 2020-yil mexanik Nexia 3 zo'r bahada ku. 105 milyon, 1,5 so'm, 1 so'm gəlişdirib bər. Pastda egə telefon rəqəmini qaldıramaz, sıraz bağlanıb, bərəkə qılıb bərinə. Şaşılıb qalın.